Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyçüler, yaxşımısızlar? Siyaset Meydanı söhbet programımız hoş geldinler. Bugünkü söhbet programımızda Germaniyanın München şehrinde yaşap turayotgan vatanperver inqilobchilarimizdan Avlumid Tursun efendi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzurunuzda bo'ladi. Avlumid Tursun efendim, yaxshimisiz? Sizni yani köpçülükle tanıştığımızda yani vatanlarda olsun, cetelerde olsun yani bir tanılgan yani vatanda sahnede tanılgan olsun cetelerde yani bu yani inqilobiy yani vatanperverlik yolda hemmeyle tanıştık olan bir akademimizden birisi. Bugünkü yani bu sohbet programımızda uğurlaştığımız asas maqsadimiz yani bu şu 5. yıl vakası aldık ayında yani mesela cetelerde qaysi qildagi faaliyetler bo'ladi. Hem sizden bu şu vaqaga bo'lgan yani ko'z qarashlarınızda bir xalq bilan bir yuz ko'rish desak yana asosda bo'ldi. Yani shu 5. vaqasi haqida asli bir xalqimizga sabab qo'yamiz. Rahmat. Bu munosabat bilan men asas tema kelishdim burun. Bu qitim vatanimizda yuz bergan cho'ng bir qirg'inchilik bo'ldi. Bu qirg'inchilikda shahid ketgan barliq qarindoshlarımızın aile tavallutlarına, urug' tuqqanlarga samimiy bir ehtiromimni bildiraman. Shunga bir vaqtda cheksiz chin yurakimdan oliy salom yo'llayman. Endi bu 5. yıl Urumchi vaqasi deb e'lonimiz atilishda, endi bunga nisbatan vatan sirtidagi va vatan ichidagi qarindoshlarimizning ko'z qarashlari har xil. Her adamın ki har xil tushunchalar, har xil ko'z qarashda bo'lishi tabiiy, o'zining ko'z qarashi uchun qaraydigan gap. Mening qarashim bu masalada nuqtaliq aytganda ba'zanlar ko'proq ta'kidlab o'tib ketib boradi. Endi bu 5. yıl Urumchi vaqasini Xitoy o'zi bir qo'lliq uyushtirib, o'zi qo'zg'ab, oxiri o'zining maqsadini amalga oshirdi deb bunda qaraydi. Men ko'z qarashim buning aksicha. Chunki endi u jiroqni qo'yib turayli, yaqinqi shu Qizil Xitoy Basqanning mobaynida 60 yildan oshdi. Bu jarayonda bunday voqealarning soni yomon ko'p. Endi buningki Xitoy o'zi uyushtirib, o'zi voqea tug'dirib, o'zi keyindan bosmasimi qilaman desa, bosirman desa, bosiraverdi, ham bosirib keldi. Chunki u Xitoyningki o'ziningki qonuni bo'yicha yoki bo'lmasa xalqaro davlat bilan bo'lgan diplomatik munosabat bo'yicha bizning vatanni meningki o'zining bir o'lkasi deb qarayotdi Xitoy. Hem taşkı dünyanın mı o işki işlerine aralashması ustida bütün devletler kol imzalaşkan bu noktada. Şu bunda olan işken Xitoy qanday qilaman desa, qanday şekilde o'rlashtirman desa, o'rlashtiraverdi onu. Hem de bu munosabat bilan foydalanib, vatanga nurg'ulg'an askarlar yetkib oldi, o'qib oldi, bo'qib oldi degan fikrlar bo'ldi. Onun ma'lum asoslar bo'lishi mumkin. Shu bir vaqtida Xitoy onu bu voqeani to'xtatmasdan askarlarni yetkazib ham yetkaverdi. Davamlıq endişeler dekidipke çünkü oğru guman koydap o vatan bizden olgandan keyin o besvilgan vatan şu keç gündür koldan çıkıp kalan gidip bunu qo'g'dab qo'yishning, saqlab qo'yishning amalini, tadbirini izlaydigan gap. Şu noktadan endi bu voqea o'tirg'i chiqdi. Endi chiqqandimi bu voqea yig'ib aytganda zulm chekirni oshgandan keyin bir davr kelgandan keyin farqlagan narsa endi bu. Endi bu Şavgan vakası veya işçiler onun ahırı uğrunub ma geldi o bu deydi. Şunda pişip yetilgen şarayet memdi. Çünkü keyinki 60 yıldan yıl ötüp vaqtida en tüven boğandı 5 yıl, boğması 12 yıl. Mesela Golcu vakası ise bu vaqtida 12 yıl oldu bu yıl. Muş arlıqlarda bir türküm adamlar pişip yetilip, zulüm çekidin işip, nurgan xalqlarımız bu zulümni düşünüp yetip, tektekte yetkenliken, zulüm canğı patkanliken, çıkış yolu yok, gangırganliken, ahır onun diken, bir türküm adamlarınki yetekleşi bilen, o'rinlashtirish bilan portlab chiqadigan gap. Mesela Purjun qonuni aytuvchi qonun Purjunni qancha qattiq bossa, shuncha ko'tarilib chiqadigan gap. Men yakayching bosida undan keyin portlaydigan gap. Shu shaklda endi xalq o'tirg'i chiqdi. Yig'ib aytgan vaqtida endi zulm chekidan oshgandan keyin shu shaklda xalq avtomatik holda o'tirg'i chiqib o'zining qalbidagi nafratini, yurak so'zlarini, g'azab nafratini ifodalash shaklida ko'chaga chiqdi bu masalada.
Yani bunun da Xitay her xil töhmetlerini çaplap, okuş chet eldeki bir kısım guruhlar, yoki Rabia Qodir başçılığı dünya guruh quruldi, kuşkurtib o'qildi, bu qildi deydi. Undaq deb qarmayman. Çünkü biz vatan sirtidagi haqanchi qilib vatanning ichidagini qo'zg'ab bo'lmoq ters. Çünkü o'tning ichida xalqimiz kuyayotdi. Biz vatan sirtida, vatan ichidagi xalqimizningki dard ahvolini, chekkan zulmlarni tashqi dunyoga anglitishda ko'rgulik rolimiz bor bizningki. Bu yerda turib, ko'say bilan o'tirishda turganda bizningki unda haqqimizmi yo'q? Ha, unda qilishga kuchimizmi yo'q? Xalqimiz ichidan portlab chiqyapti bu ishlar, o'zinki norozilik bildiryapti, Xitoy qarshi kurashlarni davom qilyapti. Biz uni xalqaro dunyoga yetkazib, ifodalab, xalqaro dunyoning istashini qo'zg'ab, yordamiga erishish bizning maqsad. Ta vatan mustaqil bo'g'chi bo'lganlikda. Shunga vatanning ichida yuz berdi, vatan sirtidagi kuchlarniki Rabia xonim boshchiligidagi barliq qarindoshlarimizni kuch ko'rtgan, ularni bir oyoq tutib deb qildik, unda bir ahvol yo'q, unda bo'lmagan. Shu shaklda chiqdi. Uning oxiri hammamiz bilgandek oxirlashdi. Endi bu voqea o'tirg'i chiqdi. Bundan nimaga erishdik? Nimadan ziyon tortdik degan bir masalaga keldik. Endi bu voqea o'tirg'i chiqmagan bo'lsa-mu, hech kimga bildirmagan asosda yana shu shaklda o'tiradi, tutadi, tugitadi. Ham tugityapti buni. Endi tarixni varaqlab bakarsak, Xitoyga qarshi qancha kuchlar, qancha harakatlar, qancha kuchlangan davrlarda shuncha ko'p qatim bo'lgan vaqtlarda bizningki yo'qotish berishimiz, qurbon berish, odamlarning o'lish soni oz bo'lgan. Qancha jim bir mezgilda tiniq suvdek jim yetib qolgan bir davrlar. Bu vaqtlarning statistik vaqtida bu davrlarda naytan tatqan ziyonimiz, o'lgan odamning soni nayt ko'p bo'lgan. Shu mening demoqchim, bu voqeada o'tirg'i chiqdi, nurg'a odamlarimiz shehid bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi, yo'qotish bo'lib ketdi deydi. Buning tabiiy avtomat yurgimiz yetishidi, azoblanamiz. Ammo bu voqea o'tirg'i chiqmagan bo'lsa, Xitoy o'ziniki plan programmasini bosqichlik, qadam bosqichlik shu shaklda elib berayotgan bir maqsad endi bu. Shu shaklda ep boratdi. Bu masala o'tirg'i chiqdi, bir turkum odamlarimizni ziyon tortdik. Şehit bo'lib ketdi, qurbon berdi, cho'ng yo'qotish bo'ldi, ammo tashqi dunyoda erishganimiz cho'ng zo'r bo'ldi. Chunki tashqi dunyodagi bizniki birdan-bir maqsadimiz vatandagi zulmni anglatish. Xitoyning abdi basharisini dunyoga bildirish, chavsin chiqdi yeyish maqsad. Chunki necha yillardan beri Xitoy bizni qamab, qozonda dunkumtirib qo'ygandek qorong'ulik ichida tashqi dunyoga bizning ahvolimizni bildirmay yeyib kelgan. Bu qatimki voqeadami o'zi beqasdlik qildi, dastlabki 3 kun ichida axborot internetdan, qo'l telefonlar orqali tashqi dunyoga chiqib ketdi. 3-kundan boshlab qamal qilishga boshladi, kontrol qildi. 3 kunning ichida chiqib ketgan uchur, xabar, rasm, jonliq faktlar bilan dunyo zilzila kelib ketdi. Endi mening bilishimcha bu qatimqidek dunyoda bo'lgan tashviqot Uyg'ur masalasini tonish, Uyg'urga hislash qilish masalasi undan burun boqmagan deb qarayman. Shunda xulosa chiqarishga bo'ladi menimcha. Chunki men kichkina bir ish yerida ishlayapman. Bizning ish yerimizning to'pida Uyg'ur deb yozilgan. Shu voqea yuz bergan 3-kundan boshlab bu yoqqa o'tgan, butun odam bir o'qib yugurib kelib, "Sen Uyg'urmi?" deb so'raydi. Shundaq degandan islashligini bildirdi, oliy solimini bildirib qo'yadi. O'zing qo'lda nima yordam keladi? Yordam bo'lsa biz beraylik qo'limizdan kelishicha. Sen deb insoniy parvarlik nuqtasidan o'zining ko'nglini izhor qilib, odatdagi bir ko'chaga ketayotgan odamlardan tortib, shunday darajada hislashlik qilib ketdi. Bu voqea demak dunyoga Uyg'ur Urumchi mushu temada chiqib ketgan gazet jurnallardagi xabarlar, televizordagi nurg'un cho'ng bir voqea millatni tonishtirish, vatanni tanitish jihatda yomon cho'ng bir natijaga erishdik deb qarayman. Rahmat, Alloh efendim. Sizning hozir shu yana voqeani 2 kun ichidagi tashviqot, yana butun dunyodagi shu katalliklarning eslashini keltirdi deb qardingiz. Yani sizning mening deydiganim hozir, masalan, Barin voqeasi va G'ulja voqeasiga nisbatan mushqadimlik voqeaning mushunday to'nilib ketishiga yana asosiy sabab shu 2 kunlik shu tashviqotning sirq taqilib ketishimi yoki
burunqiga nisbatan bu qitimliq Xitoyning zarbasidan egri bo'lib ketganimi? İki tarafdan tutup qarashqa bo'ladi. Barin inqilobi ayni vaqt bo'ldi. O tarixiy sharoitda tashqi dunyoga anglatish fursati yo'q. U nihoyat cho'ng voqea. Ajoyib cho'ng qahramonlik berildi. Naj yuqori bir shu sharoit, shu imkonlarda yuqori bir mahorat bilan, yuqori bir jazorat bilan o'tirib chiqqan bir voqea. Shu sharoit agar bu qitim mushu hozirgi sharoitda shu voqea yuz bergan bo'lsa, buningdan ortiq bir tashviqotlarni qilgan bo'ladi deb qarayman. G'ulj voqeasi ham shuning o'xshashlar bor inqilobidan keyin qolsa, nihoyatda cho'ng tipga ilib berilgan Xitoy qarshi bir cho'ng bir harakat, mustaqillik kirishi u. U sharoit, u davrlarda ham endi hozirgidek tashqi dunyo bilan aloqa, internet, tor, xabar, bu uchur vasilalarda toza yetarsiz bo'lg'ashqa, toza burunqi qaraganda yaxshi bo'ldi desakmi, hozirgidek u yaxshi qimmatini foydalanib tashqi dunyoga yaxshi anglitolmagan. U anglitolmaslik sabab uchurlarning tashqi dunyoga chiqish masalasi uzun bir tur uningdan boshqa u davrlarda tashqi dunyoda vatan davosini qildigan odamlarimizning soni ozdi. Ham bilim saviya jihatdan bo'lsin, bu davoni ilib berishdagi yo'l, shakl, taktik jihatlardan nurg'un yetarsiz bo'ldi. Ham ular silishtirgan hozir Alloh yuzining qatli shukri. Rabiya xonim boshchiligida dunyo qurultoyi o'tirib chiqdi va buningdan boshqa yana ko'plagan tashkilotlar bor boshqa. Ularni o'zining qo'ldan kelishicha vatan millat shu yurgizib ifodaladi, izhor qildi, qo'ldan kelgan harakatlarni qildi. Bo'libmi xonim boshchiligida dunyo qurultoyininki bu qitimqi voqeada ko'rsatgan roli, fidokorligi nihoyatda cho'ng zo'r bo'ldi, nihoyatda kuchli bo'ldi. Endi yana bu voqeada yana men his qilganim tashqi dunyoda bu sohada bizning endi bilimlik, iqtidorlik, til jihatdan bo'lsin, xalqaro dunyo siyosatini tushunadigan jihatdan bo'lsin, bu jihatdagi odamlarimizning biroz yetarsizligini yana his qildim. Nurg'un qarindoshlarimiz zodi u kungi zulmlarga chidamay, hatto bizning oilamizda bir kun yig'izar bo'lib, o'zimizni tutolmay qoldik. Portlab ketdik, kichiklar pochaqlarga isilib nima bo'ldi deydi. Yig'lab, piqirab ketdik. Bu yerda yurab chiqib birin qilib, qattiq qo'lliq harakatlar bilan qilishga imkon yo'q. Ham u tozga arzimaydi. Birga bir o'lab qolibsa, hech nima yo'q. Normal bo'layotgan ishlarga nurg'un cho'ng ziyonlarni akilamiz. Faqat ham tinish yo'lda, ammo davlatlar bizga ega bo'lib sharoitni yaratib qo'yayotgandan keyin ana o'shaning qonuniga tushirib turib harakat qilmasak, bundan chiqqandan keyin bularni o'zining beshini og'rishini hech qachon xohlamaydi. Ko'p rahmat Xolmad efendim. Sizning shu televizor ekrani oldidagi tanichi va sirtdagi shu programmamizga ko'radigan barliq qarindosh. Qanday yurak so'zlaringiz bor? Boshda deganimdek, butun qarindoshlarimizga bu yo'lda fidokorlik qilayotgan barliq sabdoshlarimizga oliy salomimni yo'llayman. Ham bu yo'l uzun yo'l, ham jafoliq yo'l. Bu yo'lda insonning beshig'i har xil ishlar keladigan, har xil qiyinchiliklar keladigan, oxiri jonga taqishadi. Shunday vaqtlarda sabdoshlarimizning susishib qolmasdan, shu vatanimizning mustaqil bo'lguchan oxirgi natijaga erishishchi bo'lganlikda qo'l tutishib, murini tirab, o'tirdi bo'layotgan ba'zi ushaq-tushak ketishmaslik, fikr ko'zqarashlik egizbazliklarni tushunish hosil qilib tugitib, shu yo'lda bir xalqimizning umididagi cho'ng vatan sirtidagilardan shu umidning yo'qolib ketishiga sabab bo'lib qolmasligimizni umid qilaman. Chunki xalqimiz zodi Rabiya Qadr boshlig'i dunyo quruldi deb shundoq talmirib ko'zlaridan yosh yiqqan darajada bizning umid kutib oladi. Bunday sharoit ostida ushaq-tushak ziddiyat, ushaq-tushak fikr iqimlarini biraz yig'ishtirib, bir nuqtaga markazlashtirib qilsak, dushmanning oldini olsin, o'zimizning ishimiz olsin, nurg'un natijalarga erisha olamiz. Ammo bu mening oxirgi xulos so'zimda, endi bizning vatan ayni vaqtda qurilgan bir vatan, mustaqil bo'lgan bir vatan, bu kichik davlatlarningki qo'l orqali setilgan bir davlat. Biz bu davlatningki endi nurg'un qarindoshlarimiz Vay A grupa ya dunyo qurultiyi vatanni setivatdi, muoqibatda deb o'rinsizdagi do'klar bo'lmasligini umid qilaman. Chunki setilgan vatan yo'q, ayni vaqtda setilib bo'lgan bu vatan kichik davlatlar orqali. Biz faqat fidokorlik, qurbon berishlar shu qurilgan, shu setilgan davlatni asliga keltirish uchun biz fidokorlik ko'rsatyapmiz, bu yo'lda da'vo qilyapmiz, mingyapmiz. Shunga o'rinsiz andishlarni qilmay, o'rinsiz ham xiyol ansirashlarda bo'lmasdan, o'sha birlikda qarindoshlarimizni Rabiya Qadr boshchiligidagi dunyo qurultayini atrofida olmoqda. Uyushib, maqsad inshaalloh
bizniki şu aynı vaqtda ecdodlarimiz bizga qoldirib ketgan shu qurib asosin tiklab qo'ygan vatanninki mustaqillik qaytadan erishishga %100 ko'zim yetadi. Ham u yo'lni tutmay, ham uning gibi erişenmey, başqacha bir şekilde olib qolsa, mening yuragimga bu toza xolamaydi, ham azoblanadigan bir tuyg'u kelaman. Şoň qarindoshlarımizga oxirida oliy salom, hurmat bilan ehtiromimni bildirib, so'zimni oxirlashtirdim. Sizga ko'p rahmat, sizga bundan keyin ko'p salomatlik va xizmatlarga utuq tilayman. Sizga ko'p rahmat ukam, bu sohada herhalde qo'lingizdan kelishchan fedakorlik ko'rsatib, moddiy va ma'naviy jihatlardan yaqindan beri bilyapmiz, ko'ryapmiz. Tashviqot pek muhim. Bu yo'lni ish qilib, yo'lda harmay, charchamay, davomli menishingizni umid qilaman. Hem bu yo'lda yo'liqqan har qanday qiyinchiliklar bo'lsa, inshaalloh moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga shaxsan o'zim so'z beraman. Ko'p rahmat sizga. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi siyosat maydoni programmamiz mushada oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Efendim, yaxshimisiz? Sizni yani ko'pchilikka tanishtirsammi, yani vatanlarda bo'lsin, chetlarda bo'lsin, yani bir tanilgan, yani vatanda sahnada tanilgan bo'lsin, chetlarda yani bu yani inqilobiy yani vatanparvarlik yo'lida hammalar tanishib qolgan bir akademimizdan birisi. Bugungi yani bu suhbat programmamizni o'rnashtirishga asosiy maqsadimiz yani bu shu 5-yil vakasi aldikayında yani mesela memleketlerde qaysi qildagi faaliyetler bo'ladi. Hem sizning mushu vaqaga bo'lgan yani ko'z qarashlaringizni bir xalq bilan bir yuz ko'rishtirsak degan asosda bo'ldi. Yani mushu 5-yil vaqasi haqida asli bir xalqimizga suhbat qo'yamiz. Rahmat. Bu munosabat bilan men asas tema kelishdim burun. Bu qitim vatanimizda yuz bergan cho'ng bir qirg'inchilik bo'ldi. Bu qirg'inchilikda shehid ketgan barliq qarindoshlarımızın oila tavobatlarga, urug' tuqqanlarga samimiy ehtiromimni bildiraman. Shuni bir vaqtda cheksiz chin yuragimdan oliy salom yo'llayman. Endi bu 5-yil Urumchi vaqasi deb e'lonimiz atilishda, endi buni nisbatan vatan sirtidagi va vatan ichidagi qarindoshlarimizning ko'z qarashlari har xil. Her adamninki har xil tushuncha bilan har xil ko'z qarashda bo'lishi tabiiy, o'zining ko'z qarashi uchun qaraydigan gap. Mening qarashim bu masalada nuqtaliq aytganda ba'zanlar ko'proq ta'kidlab o'tib ketib boradi. Endi bu 5-yil Urumchi vaqasini Xitoy o'zi bir qo'lga uyushtirib, o'zi qo'zg'ab, oxiri o'zining maqsadini amalga oshirdi deb bunda qaraydi. Men ko'z qarashim buning aksicha. Çünkü hem de o jirahını koyup duraylı yakın kamışı. Assalamualaikum, hörmətli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Siyaset meydanı suhbat programımız hoş geldinler. Bugungi suhbat programmamizda Germaniyaning Myonx shahrida yashab turayotgan vatanparvar inqilobchilarimizdan Abdumit Tursun efendi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi.